2021 yılı 5. ayının 26. günü İtalya parlamenti Xitay hökumətinin Uyğurlarga qılıbatqan vəhşilikini ayıplaş qararı ma'qullagan. İtaliyadagi xabar torbetleri ve Zimistan to'rining xabar qilishicha, İtalya parlamenti bir necha oy davomlashgan munozirdan keyin Avam palatada birlikka kelgan taklif tekstida bila tashlab, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan vahshiyliklarini ayblashni qaror qilgan. İtalya Kengash palatasi parlament a'zolari tarafidan o'tirg'a qo'yilgan Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini ayiblaydigan birlashma axborot bayonoti e'lon qilingan. Gerçi qarornomada irqiy qirg'inchilik deyilmagan bo'lsa-mu, biroq uningda kuchli ifodalar qo'llanilgan. Xitoyning qonunsiz tug'ut cheklash qilmishlari, diniy erkinlikni bostirishi, majburiy emgak, jazo lagerlari, xohlagancha tutib turish va keng ko'lamli yuqori texnikalik nazorat qilish, majburiy emgakka selish qatorliq vahshiyliklariga oid mazmunlar o'rin olgan. Yaponiyadagi nurg'un ommaviy tashkilotlar birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik zulm va assimilyatsiya siyosatiga norozilik bildirdi. Namoyish harakatida Hong Konglik, Tibet va Mo'ng'ul faoliyatchilarmi Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsandichiligiga norozilik bildirdi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik zulm va assimilyatsiya siyosati irqiy qirg'inchilik darajasiga yetgan bo'lib, g'arb davlatlarida bir qism parlament qarorlari ma'qullanib, Sharqi Turkistonda yuz bergan ishlarni irqiy qirg'inchilik deb tasvirladi. Paytaxt Tokyoga jam bo'lgan faoliyatchilar Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilikka uchragan millionlagan kishilarning zulmiga qarshi turib, Xitoy hukumatiga e'tiroz bildirdi. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab 27 may Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Angliyaning Uyg'ur va Hong Kong masalalaridagi andishini qayta ta'kidlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida Tashqi ishlar ministri Hong Kong vaziyati va Sharqi Turkistondagi mavjud kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andishalarni qayta ta'kidladi. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining Sharqi Turkistonda cheklamasiz tekshirish olib berishiga yo'l qo'yishning muhimligini eskartdi degan. Biroq Reuters agentligining bildirishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida yana ikki taraf ministrlarining oxirida ikki davlatning savdodan tartib jonliqlar turining ko'p xilligini qo'g'dashqıcı bo'lgan sohalarda hamkorlashish fursati borligiga qo'shilganligi, shundaqla yana ikki tarafning bu masalalar to'g'risida yanama ilgirlagan holda muzokara olib berish uchun izlanganligini bildirganligi ta'kidlangan. Xitoy doiralari 29 maydan 31 maygacha Irlandiya, Polsha, Vengriya va Sibiriyaning diplomatiya ministrlari bilan ko'rishdi. Egilanishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropadagi 4 davlatga taklif etgan. Ministerlikning bayonotchisi Jovlijan juma kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Yevropadagi 4 davlatning Xitoyni ziyorat qilishga taklif qilinganligini aytdi. U Xitoy doiralarining 4 ministr bilan ayrim ko'rishadiganligini bayon qilib, ziyorat jarayonida Xitoy Yevropa munosabatining ta'kidlanganligini aytdi. Elib berilgan yig'in doirasida Xitoyning hamkorlikning cho'nqurlashishi va yuqumdan keyingi iqtisodning asliga kelishini qo'llashga ahamiyat beradiganligini ta'kidladi. Xitoy uzunlamayan Yevropa davlatlari tarafidan Uyg'urlarga qarshi kishilik huquq dafsandichiligi bilan ayblanib kelgan. Litva Uyg'urlarga qilingan muomalani irqiy qirg'inchilik deb tasvirlaydigan davlatlarning biri. Ayblashni rad qiladigan Xitoyning bu taklifimi Beijingning Yevropa davlatlariga o'zini tushuntirishga tirishganligi deb qaraldi. Amerika Şitab başlığı Mark Milli ciddi hərəkət qılınıb, yer şari münasibətini yaxşılaş və hər bir çoğ kuch uruşunun aldığını elişini tavsiyə qılıb, Xitay və Rusiya bilan bolğan münasibətinin buzuluşundan agahlandırdı. Amerika Şitab başlığı General Mark Milli Hava Armiyasi Akademiyasini bitirgan o'quvchilarga so'zlagan nutqida Amerikaning Xitay və Rusiya bilan bolğan raqobat saviyasini saqlab qilish uchun xatarlik bir siziqni qo'llanganligini aytdi. Milli mandıq dedi, biz texnikalik ilgirlash davrida yashayapmiz. Sun'iy idrok, mashina odam, injenerlik, ovozdan tez, yiroq musofirlik, iniq o't sistemasi orqali biz hozir insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan doiradagi nishonlarni ko'ra olamiz va ura olamiz. Yangi texnikalarni egallaydigan, ularni nazariya bilan birlashtirgan va taraqqiy qildiradigan davlat kelar qatimliq urush boshlanganda hal qilg'uch afzallikka ega bo'ladi.